Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, qadrli uzum shinavandalari, do'stlarim. Bugun 27-iyun 25-yil sizlar bilan biz mana hovlimda, Qo'qonda biz qisqacha qilib eng ertangi, eng chillaki navlarni bugungi kunga holati bilan bir tanishtirib chiqishdi. Niyat qildim, inshaalloh kimgadir balki manfaat tegib qolar, Xudo xolasa. Birinchi ko'rsatmoqchi bo'lganim bu Kataloniya navi. To'liq buni video obzori bilan o'tgan yilgilar obzorlari bilan tanishib chiqishlar mumkin. Vaqtlaringni olmayman. Mana shunaqa. Bu endi o'zingizlar tushunasizlar. Qushlardan keyin arilar. O'zi arir ham qolmadi biz tomonda-yu. Xullas kalom, qushlardan asosan himoya vositasi. Mana bu Poltavskiy manikyur. Mana bunday. Bundan ham katta voshlari, endi voshini og'irligi shu maksimum 1 kilogacha bo'ladi nazarimda. Mana bu Xudo xohlasa yaqinlashtirishni imkonini qilalsam, qani bu Rainbow'miz. Rainbow. Kichkina 1 yillik kichkina odalardan juda ancha hosil qo'yib yuborganman. Shu sababli ozgina orqada ham qolyapti. Lekin holati baribir yaxshi. Rainbow. Mana bunimiz demak Krivbas degan yangi uzum navi. Bu bilan endi sizlarga alohida tanishtiraman, Xudo xolasa 1-2 kunda ichida. Shakli shamoyili bo'yicha Rainbow'ga o'xshab ketyapti. Yetilish muddati ham. Qani ko'ramiz nima ekan bu. Krivbas. Bu mana velisimiz. Zagorolkani mahsuloti. O'ta ser hosil, lekin hali pishishiga bor. Menimcha yuklamasi ko'payib ketdi buni. Sal orqada qolyapti. Yo'qda ham bordi. Buni boshlarini qarang hammasini. Baquvvat moshlar. Bu Taldon. Grechkani seleksiya mahsuloti. Bu yerdagi sal orqada qolyapti. Oldinda esa bor u tomonda. Mana bu endi bu Bravissima. Bu yerda doni maydaroq bo'lib qolgan. Hozir mana bu yerda yirikroq donini ham ko'rsataman. Nisbatan Bravissimani yirik donlilari mana holatda mana. Hosildorligi ham yaxshi. Voshlarda og'irligi bunda ham maksimum shu 1 kilogacha bo'ladi. Nazarimda menda har qalay shunaqa bo'lyapti. Bekobodda Sharibjonda lekin yaxshigina katta vosh bergan edi. Bu alinkamiz bugunga bo'lgan holati hali pishgani yo'q. Xudo xolasa ozgina qoldi. Zo'rinka bu. Juda ajoyib chiroyli bo'ldi. Mana shu pastdagi o'zini tomirida bo'lganlari, u tepadagilarni mana hali bor yetilishiga. Mana holatda endi rang olyapti. Simusimiz pishgan. Juda chiroyli muskat, ajoyib. Shirasi ham yetarli. Bu yana bu yerda Poltavskiy manikyur. Boshlari sal dadilroq. Chunki tutdi yoshi kattaroq. Mana bu Preobrazheniya hali pishgani yo'q. Tepada esa endi sal so'yib qoldi-yu, mana bu yerlar hali qo'raligicha nazarimda turibdi. Hosildorlik bo'yi katta. Bunimiz pyostra, yorqin muskat. O'ta ko'p qo'yib yuboribman hosilda. Bu mahalga pishirib berardi har yili bu yil orqada qolyapti. Rang olgan. Endi sabrda bo'lamiz, Xudo xolasa. Yorqin muskat. Obunachilarda iltimosiga binoan mana bugungi holatga avatarni ko'rsatyapman. Avatar o'zi erta pisharbas edi bu. Nimagadir bu yil mana bunaqa bo'lib tezda rangni olib pishishga kelib qolay deyapti. Qarang endi. Bu qanaqa holat bu? Biz iqlimda
tezlashib ketib qoldimikin. Bu demak naxotka Kalugina eng oldi shunday holatda. Ana bu yerda yana bitta shunaqa boshi bor. Bu eng oldi bu. Mana tepada yana shu avatarni ko'rsatib qo'ymoqchiman. Uylar bu ham o'tdi o'shalar holat. Yana bir isi bersa birar hafta pishib ham ketib olsa kerak degan fikrga kelib qolyapman. Qisqacha qilib mana shunday holat azizlar. Salomat bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishaylik. Yana obzorlar bo'ladi inshaalloh.